Xorazmlik yoshlar diqqatiga. Urganch shahrida yoshlar uchun muhim voqea. Ta'lim va kasb 2026 ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Mazkur tadbirda hududdagi nufuzli oliy ta'lim tashkilotlari bilan bir qatorda Ranch universitet ham ishtirok etadi. Atigi 5 yil ichida Ranch universitet Xorazmning eng tez rivojlanayotgan, zamonaviy va talab yuqori bo'lgan universitetlardan biriga aylandi. Bugungi kunda bu yerda 11 ming nafardan ortiq talaba tahsil oladi. Universitetdagi berilayotgan bilim davlat standartlariga to'liq mos bo'lib, bitiruvchilarga davlat namunasidagi diplom taqdim etiladi. O'quv jarayonlari esa Kemis axborot tizimi orqali raqamlashtirilgan. Ranch universiteti nafaqat ta'lim, balki muhit, talabalar uchun turli xil tadbirlar, festivallar va yirik gala konsertlar muntazam tashkil etib boriladi. Universitet binosi shahar markazida joylashgan bo'lib, talabalarga maksimal darajada qulaylik yaratadi. Bundan tashqari, universitet hududida 8 qavatdan iborat klinika qurilmoqda. Bu esa tibbiyot yo'nalishidagi talabalar uchun amaliy baza bo'ladi. Ko'rgazma davomida siz Ranch universiteti haqidagi savollaringizga bevosita mutaxassislar tomonidan javob olishingiz mumkin bo'ladi. Sizni 27-aprel kuni Yoshlar markazida bo'lib o'tadigan ta'lim va kasb ko'rgazmasida kutib qolamiz. Keling, ko'ring va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling.